Yomg'ir boshladi akalar, yomg'ir. Birdaniga boshladi lekin. Bahor endi, bahor shunaqa yomg'ir, birdaniga yomg'ir. Havo o'zgaruvchan, mana shunaqa bo'ladi endi. Xullas, Germaniyadan chiqishga taxminan 180 kilometrlar qoldi. Damos ham bo'ladi, Lugoy parkinglarda o'sha nimalari bor joyda damos ham bo'ladi bemalol, lekin yurmoqchiman. Polshaga chiqib olgandan keyin o'sha Polshada Xudo xolasa bemalol dam olaman. Oy, yomg'ir ham to'xtadi. Birdan yog'di, birdan to'xtadi. Polshaga chiqqanda Polshada dam olaman. Shunaqa. Chunki hali unaqa yana boshladi yomg'ir. Hali unaqa charchab uyqum kelgani yo'q. Sababi shanba, yakshanba kunlari 2 kun dam oldim. Yakshanba hayit bo'lgan bo'lsa, hayit kuni ham dam oldim, mazza qildim. Hayit namoziga chiqdim Gollandiyada. Buni videosini o'tgan bundan oldingi videolarda qo'ydim. 2 kun dam olgandan keyin odam unaqa charchagani ham yo'q. O'zi qanaqadir, men o'zim shunaqa deb o'ylayman, bu shunaqa qiyin ish deb o'ylamayman. Men uchun qiyin emas, to'g'risi. Endi bilmayman kim uchun qanaqa, men uchun Xudo xolasa qiyin emas. Yaxshi, hammasi doim o'zi oson turibdi. Alloh o'zi kuch-quvvat berib turibdi. Allohga shukr. Alhamdulillah. Yaxshi hammasi. Ertaga Xudo xolasa, ertaga bemalol obeddan keyin kirib boraman bazaga. Indinga reys bersa, indinga ham chiqib ketaveraman. Ya'ni chorshanba kuni. Chorshanba kunga agar reys berib qolsa, chorshanba ham chiqib ketaveraman. To'g'risi, Avstriya, Chexiya taraflar bo'lsa yaxshi bo'ladi deb turibman. Endi Alloh biladi. Bu taraf nasib qiladimi yo'qmi? Boshida faqat shu Avstriya, Chexiyaga chiqdim. Ko'p reys bo'ldi u tomonga boshida salkam 1 oy. Ana endi hozir faqat shu Gollandiya, Germaniya tarafga chiqib turibman. Sababi Avstriya, Chexiyada tog'li o'sha kurortli joylari ko'p ekan Chexiyada. O'sha tog'li hududlariga, tog'li joylariga, xuddi o'zimizdagi Amirsoy, Chimyon degan shunga o'xshagan joylarga narsa olib bordim, dastavka olib bordim. Qanaqadir bir stroy material deydimi, shunga o'xshash narsa olib bordim. Juda ham chiroyli, zo'r joyda edi. U qishda edi-da, unda qor edi. O videolarni ham qo'yganmiz. O'sha qishki paytda o'sha Polsha, Chexiya orasida o'sha o'tishdagi nimadan endi prosta bahorda ko'rmoqchiman, qanaqa bo'ladi bahorda. Bahorda o'sha qanaqa o'zgarishlar, lekin men o'ylashimcha juda ham chiroyli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi o'zi qish o'zida chiroyli edi. Qish o'zida juda ham chiroyli edi manzaralar.
12'de soat 12'de yetib borar ekanmiz. Polsha o'sha zapravkagacha 12'da chiqib olsa, o'sha boradigan joyimizda hamma narsa bor. Dush, gostinitsa, ovqatlanadigan joy, hammasi bor o'shda. Juda ham katta. Nimasi, parkinglari juda ham katta. Adashmasam bir 7 tami 8 ta zapravka bor-da. 7 ta 8 ta zapravka bor. Zapas kodimiz 299. Boradigan joyimiz 179. Bemalol yetar. Tak, уровень masla. Уровень masla sal kamaygan. Taxminan ertalab quysak bo'ladi. Yarim litr muvaffaq yuborsak bo'ladi. Охлаждение. Все нормально. Mashinaning umumiy probegi 579 ming. 579.500. Bu hech narsa emas. 579 ming pulaga hech narsa emas. Sababi 1 milliondan oshiq yurgan mashinalar bor. O'sha ishxonada 1 milliondan oshiq yurgan probegi. O'shaning uchun aytaman, bu Merslar dizel motorlar juda ham baquvvat ekan. Turbina motor bular 2 litrli, adashmasam 2 litrli turbina motor. Zo'r tortishlari, razgom olishlari zo'r. Dizel motor qanaqadir baquvvat bo'ladi deb o'ylayman. To'g'risi birinchi marta haydashim dizel motor. O'zi asosan endi benzin, keyin o'zimizda metan gaz mana shunaqa-yu. Yo, bitta metan yo'q, propan bor, и то u ham kam. Propan zapravka. Основной benzin o'sha dizel. Benzin bilan o'sha dizel основной. Keyin ko'p mashinadan AdBlue ishlamasdi. Bunda ishlar ekan. Shu kamaydi, AdBlue kamaydi. No, borguncha yetadi bemalol. No, baribir kamaydi. Demak, AdBlue ishlar ekan. AdBlue endi o'sha katta mashina haydaydigan akalar bilishadi nimaligini. Qanaqa deb tushuntirsam, jaydaricha tilda aytganda sho'r suvda o'sha oldi kapotni ochilsa, oldi kapotda o'sha radiator yonida turadi u ham. Quyadigan joyi o'shda. Oldi kapotni ochganda. Mana parkinglar ham to'lib yotibdi mashinaga. Joy yo'q. Joy yo'q. Cho'ta bugun вообще mashina ko'p. Yana yomg'ir boshladi. Tezlashdi. Tezlashdi.